Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan huquq qo'llanmamizdan 71-betdan davom ettiramiz. Ashir ilal asma'il atiyati bi bismin isharatin lil ba'idi. Zalika tilka ulaika. Quyidagi ismlarga izoh uchun ishlatiladigan, demak, ismi ishoralar zalika, tilka va ulaika bilan ishora qil. Tolimun talaba, demak bunga biz muzakkar bo'lgani uchun muzakkar ism ishora olib kelib zalika tolibun, ana u talaba so'zini ishlatamiz. Tujjarun savdogar bo'lgani uchun bunga ko'plikni ulaikani ishlatamiz. Ulaika tujjarun, ana ular savdogarlar. Mudarrisatun muannas ko'plik bo'lgani uchun o'qituvchi ayollar, bunga ham ulaikani ishlatamiz. Ulaika mudarrisatun, ana ular o'qituvchi ayollar. Tilka tabibatun jadidatun, ana u yangi shifokor. Xo'sh, ulaika ummuhatut talibati, ana ular demak talaba qizlarning onalari. Ulaika abaut tullabi, ana ular talabalarning otalari. Zalika fallahun, ana u dehqon. Tilka ummu Muhammadin, ana u Muhammadning onasi. Sodiqi, demak do'stim so'ziga zalika sodiqi, ana u mening do'stim. Ulaika akhawati, ana ular opa singillarim. Ulaika ikhwati, ana ular mening aka-ukalarim. Hati jam'al kalimatil atiyati, quyidagi so'zlarning ko'pligini keltiring. Ummun ona, ummuhatun onalar, abun ota, abaun otalar, imroatun ayol, nisaun ayollar, ammatun amma, ammatun ammalar. Doifun zaif, kuchsiz. Diafun zaiflar, kuchsizlar. Vazirun vazir, uzarou vazirlar. Ismun ism, asmaun ismlar. Xo'sh, iqra va kitub, o'qing va yozing. Asdiqou do'stlar, aghniyau boylar, aqwiyau kuchlilar, atibbau shifokorlar, fuqarou kambag'allar, zumalau o'rtoqlar, vuzarou vazirlar, ulamau olimlar. Asmaul isharati lil ba'idi, ko'plik uchun ishlatiladigan ism ishoralar. Al mufradu al jamu, demak bu yerda birliklar, bu yerda ko'pliklar. Al muzakkar muzakkar uchun zalika talibun, ana u talaba. Ulaika tullabun, ana ular talabalar. Muannas uchun tilka talibatun, ana bu talaba qiz. Ulaika talibatun, ana ular talaba qizlar. Muhammadun zahaba, Muhammad ketdi. Muhammadun va Hamidun va Aliyun zahabu, endi bu ko'plik shakli. Muhammad, Hamid va Ali ketdilar. Demak, zahaba birlikka muzakkar uchun, zahabu ko'plikka o'sha muzakkar ko'pliklar uchun. Maryamu zahabat, Maryam ketdi. Demak, birlik muannasga zahabat. Maryamu va Aminatu va Fatimatu zahabna. Maryam, Omina va Fatima ketdilar. Demak, bu yerda ko'plik muannasda zahabna. Al kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Doifun zaif, doifatun zaif muannas shakli. Diafun zaiflar, ummun ona, ummuhatun onalar, abun ota, abaun otalar, qawiyun kuchli, aqwiyau kuchlilar, alimun olim, ulamau olimlar. Demak, mana shu yergacha o'qiganlarimizni yaxshilab o'qib o'zlashtirib olamiz.